Qimmatbaho harbiy bazani himoyasiz qoldirib, uning o'rniga Rossiya poytaxti va strategik ahamiyatga ega shaharlarni muhofaza qilish birinchi qarashda aqlga sig'maydigan qarordek tuyulishi mumkin. Biroq aynan shunday qarorni Putin hozir amalga oshirmoqda. Rossiya Ukraina frontida joylashtirilgan eng qimmat havo hujumidan mudofaa tizimlarini boshqa hududlarga ko'chirmoqda. Bu birinchi marta yuz berayotgan holat emas. Bir necha oy davomida Kreml avval Kaliningraddan, keyin esa eng qizg'in front hududlaridan havo mudofaa tizimlarini olib chiqib, o'zicha muhimroq deb hisoblagan joylarga joylashtirdi. Bu safar esa navbat Rossiyaning yanada nozik strategik hududiga keldi. Rossiyaning uzoq shimolida joylashgan Severodvinsk shahri mamlakat yadroviy suv osti kemalarini qurish mumkin bo'lgan yagona kema qurilish zavodiga ega. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari ushbu bazani himoya qilib turgan havo mudofaa qalqoni deyarli butunlay olib tashlanganini ko'rsatdi. Bir qarashda Severodvinskgacha yetib borgan bu havo mudofaa tizimlari rotatsiya hayratlanarli ko'rinishi mumkin. Biroq Putin deyarli boshqa chorasiz qolgan. Buning yagona sababi bor. Ukraina Sovet ittifoqi parchalanganidan buyon kuzatilmagan darajada keng qamrovli resurslarni yemirishga urinishni olib bormoqda. Rossiya armiyasi texnologik zaxiralarning tobora qisqarib borishi bilan yuzma-yuz kelmoqda. Kiyevning tobora chuqurroq hududlarga yetayotgan dron hujumlari fonida Moskva endi butun mamlakatni bir vaqtning o'zida himoya qila olmayapti. Bu esa Kremlni juda og'ir tanlov oldida qoldirmoqda. Endi Rossiya nimani himoya qilishni emas, balki qaysi hududni himoyasiz qoldirishni tanlashga majbur. Shuning uchun